Zo'ravonlik muammosi juda ham murakkabda. Jabrlangan ko'p qirralari mavjud o'sha vaziyatdan chiqib ketish uchun. Siz tilingiz orqali kalta yegandirsiz degan ayblashlar bo'lishi ham bu o'sha jabrlanuvchilarni orqaga qaytishga, ajrashadigan bo'lsam, ketadigan bo'lsam farzandlarimning kelajagiga ta'sir qiladi degan mana shunaqa qotib qolgan qarashlar mavjudligida deb o'ylayman. 1146 degan qisqa raqamli telefon bor. Mana shu telefon orqali yoki jabrlangan ayol yoki uning qarindoshi shu holatni ko'rgan, bilgan inson telefon qilib shunga murojaat qilishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli podkastimizni tomosha qilayotganlar, tinglayotganlar. Biz bugun sizlar bilan juda hozirgi paytda ko'p muhokama qilinayotgan va bu borada turli xil, hattoki o'zaro to'qnash kelayotgan fikrlar kelayotgan bir mavzuda gaplashamiz. Studiyaga juda kuchli ekspertlarni taklif qilganmiz. Umuman olganda bugungi mavzuyimiz gender zo'ravonlik, zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularga turli soha vakillarining yordam berishi, qanday amalga oshiriladi, qanday muvofiqlashtiriladi, ommaviy axborot vositalarida qanday yoritiladi va qanday yoritilishi lozim, jurnalistlarning qanday yondashuvlari muhim ekanligi haqida to'xtalamiz va biz bu yerda asosan so'zga chiqadigan insonlar bevosita mana shu jarayonlarda ishtirok etadigan, masalan ijtimoiy xizmatlarni, psixologik xizmatlarni taqdim etuvchi va media makonda shu mavzuni qanday yoritish kerak, ham huquqiy nuqtai nazardan, ham axloqiy nuqtai nazardan, ham psixologik nuqtai nazardan juda ko'p chiqishlar qilgan insonlar taklif etilgan. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz va biz mana shu suhbatimizni boshlasak. Assalomu alaykum, hurmatli eshituvchilar, hurmatli studiyaga yig'ilgan ekspertlar. Meni familiyam Zahidova Muhabbat Tayilmanovna. O'zbekiston Respublikasi Milliy himoya agentligining qoshida faoliyat yuritayotgan ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish Toshkent shahar hududiy bo'limining rahbari. Rahmat. Kamolaxon. Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Ismim Kamol Aliyeva. Huquqshunos, gender tengligi masalalari bo'yicha ekspert va ayollar huquq faoliman. Podkastga taklif qilganingiz uchun rahmat. Men Venera Ermetova, Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik bo'yicha jamg'armasi milliy konsultanti, gender masalalari bo'yicha va bevosita shu zo'ravonlik masalalarida faoliyat yuritib kelyapman. Va birinchi savolimiz, O'zbekistonda gender zo'ravonligidan jabrlangan xotin-qizlarga qanday xizmatlar taqdim etiladi? Qaysi tashkilotlar tomonidan? Umuman olganda zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlar qanday xizmatlardan foydalanishi mumkin? Bu bir yagona tizim sifatida yuritiladimi? Mana shu savollarga javob bersangiz, Muhabbat Tayilmanovna. Rahmat Veneraxon, juda ham yaxshi savoldi, chunki ko'plab hozir media axborot tizimida jabrlangan ayollar qayerga murojaat qilishi mumkin va qanaqa bugungi kunda davlat tomonidan ularga imtiyozlar, qolaversa yordam ko'rsatayotganligi to'g'risida ko'p aytilyapti, lekin shunga qaramay savollar juda ko'p. O'zbekiston Respublikasi tomonidan, davlat tomonidan 4 ta qonun qabul qilindi va men oxirgi qabul qilingan ikkita juda muhim hujjatga to'xtalib o'tmoqchiman, ya'ni aynan shu jabrlangan ayollarga tegishli bo'lgan qaror. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 175-sonli qarori, ya'ni shu ayollarni tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollar va ularning voyaga yetmagan farzandlariga bugungi kunda ko'rsatilayotgan yordam to'g'risida. Shu qaror qabul qilingandan keyin Vazirlar Mahkamasining ham qarori qabul qilindi, 354-sonli qaror va shu xizmatlar qanaqa tarzda, ya'ni shu demak yordamlarga nima kirishligi aniq belgilab ko'rsatib berilgan va bu tizim o'z ishini boshladi. Demak, mana 2024-yilda 1-oktyabrdan boshlab butun respublika miqyosida birlamchi ko'mak xonalari tashkil etildi. Birinchi navbatda mana shu ayolimizni jabrlanganligi to'g'risida xabar berildi, ma'lum qilindi.
24 soat ichida shu ayolga yordam ko'rsatish mexanizmi o'z ishini boshlaydi. Demak, ichki ishlarga murojaat qilingandan keyin kimlardir xabari bor, lekin afsuski aholida hali ham kam xabardorligi borki, bizda 1146 degan qisqa raqamli telefon bor. Mana shu telefon orqali yoki jabrlangan ayol yoki uning qarindoshi yoki shu holatni ko'rgan, bilgan inson telefon qilib shunga murojaat qilishi mumkin. 102 bizani ichki ishlar vazirligining telefon raqamlari. Demak, aniqlandi jabrlanganligi to'g'risida bu ayolga yordam berish masalasida birinchi navbatda himoya orderi beriladi va shu himoya orderi berilishi bilan ayollarimiz birlamchi ko'makxonasiga joylashtiriladi. Qanaqa bu birlamchi ko'makxonalari? Bu shoshilinch shifoxonalarda ochilgan shunaqa xona, u yerda ayol 3 sutka mobaynida voyaga yetmagan farzandlari bilan joylashtiriladi va tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Unga kerakli muolajalar ko'rsatiladi. Agar bu ayol juda ham jiddiy shikast yetkazilgan bo'lsa, uni keyingisi tibbiyot xodimlariga murojaati asosida uni chuqurlashtirilgan tibbiy muolajalari o'tkaziladi. Juda katta faoliyatda bu inson markazining ijtimoiy xodimlari. Ya'ni ayol kishi jabrlanganligi ma'lum qilgandan keyin albatta u bilan ijtimoiy xodimlar bog'lanadi. Ijtimoiy xodim bog'langandan keyin bu ayolning holati, uning bugungi kunda ijtimoiy ham unga sog'liq bilan bog'liq bo'lgan holati aniqlangandan keyin uni voyaga yetmagan farzandlariga va shu ayolga hujjatlarini to'g'ri tayyorlangan holda aniqlaydi. Qanaqa yordam kerak? Psixologik yordam kerakmi bu ayolga? Ijtimoiy yordam kerakmi? Demak, va bu ayol kelgusida shu himoya orderi olish, shuni ham aytib o'tishim kerak, mana 3 kun davomida, 3 sutka davomida bu ayolimiz birlamchi ko'makxonasiga yotqizildi. Yotqizilayotgan paytda ayrim ayollarning qo'lida himoya orderi bo'ladi. Lekin himoya orderi hali rasmiylashtirilgan holda ham yotqizish mumkin. Ya'ni bu ichki ishlar xodimlari tomonidan dalolatnoma tayyorlanadi yoki inson ijtimoiy xodimlari tomonidan yo'riqnoma. Demak, mana shu asosiy hujjatlar bo'lganida shu ayolimiz joylashtirilgandan keyin u o'zini fikrini bildiradi. Davom ettiradimi bu chuqurlashtirilgan reabilitatsiyani, shunga olish o'zini xohishi bormi yoki bu ambulator holatda o'zini uyiga qaytadimi yoki boshqa qarindosh urug'larning uyiga qaytib o'shadan turib bu inson markazi bilan bog'langan holda psixologik, shu huquqiy yordamlar kerak bo'lganda oladi. Endi shu ayolimizni fikrga keldiki, o'zi va uning voyaga yetmagan farzandlari chuqurlashtirilgan reabilitatsiya o'tishi xohishini bildiryapti. Shundan keyin mana shu O'zbekiston Respublikasining barcha viloyatida shu reabilitatsiya markazlari ochilgan va shu reabilitatsiya markaziga joylashtiriladi. Mana shu ayol bizga kelgandan keyin bizning faoliyatimiz boshlanadi. Shu ikkita qaror to'g'risida men to'xtalib o'tdim. Ya'ni mana shu qarorda ko'rsatilgan tizimni ishlash jarayoni, reabilitatsiya markaziga taalluqli bo'lgan jarayon nimadan iborat? Ayol kishi bizga keldi. Shu ayol kishi bilan biz o'sha kunning o'zida shartnoma imzolaymiz. Shartnoma imzolagandan keyin shu ayol bilan 5 kun mobaynida multidistsiplinar guruh faoliyatni boshlaydi. Multidistsiplinar guruhga kim kiradi? Ijtimoiy xodim, psixolog va yuriskonsult, ya'ni huquqshunos. Shu 3 ta xodim tomonidan jabrlangan ayolning holati o'rganiladi. Uni ehtiyojlari nimadan iborat? Unga ijtimoiy yordam kerakmi, unga psixologik yordam kerakmi yoki shu yuriskonsult tomonidan, ya'ni huquqshunos tomonidan beriladigan tavsiya va kerakli yordam tashkillashtirish ham shu hamma narsa multidistsiplinar guruh tomonidan muhokama qilinadi va 5 kundan keyin yakka tartibdagi dastur
yaratiladi. Reabilitatsiya dasturi. Reabilitatsiya dasturi. Multidistsiplinar guruh u reabilitatsiya markazining ichida bevosita faoliyat yuritadigan mutaxassislar. Albatta. Mana masalan boshqa deylik mabodo reabilitatsiya markazida o'sha zarur xizmat turi bo'lmasa, boshqa hamkor tashkilotlar bilan aloqalar qanday tuzilgan va o'zi umuman bu aloqalar qanday amalga oshiriladi? Chunki kompleks xizmat taqdim etish uchun xabardorlik bo'lish kerak o'zaro, hisobdorlik bo'lish kerak. Bu borada qanday amalga oshiriladi o'sha hamkorlik? Deylik tibbiyot yoki bo'lmasa ichki ishlar bilan mabodo kerak bo'lsa, ularning xizmati. Juda ham yaxshi savol, Veneraxon. Hamma gap shundaki, bitta tashkilot bu juda ham katta jarayonni amalga oshirishi bu murakkab. Chunki zo'ravonlik muammosi juda ham murakkabda va jabrlangan ko'p qirralari mavjud. O'sha vaziyatdan chiqib ketish uchun yechilishi lozim bo'lgan. To'g'ri aytyapsiz. Chunki mana multidistsiplinar guruh o'zini 5 kun, men aytdimki, biz 5 kun agar oddiy tilda aytadigan bo'lsam, 5 kun biz ayolga o'ziga kelishga imkoniyat beramiz. Nimaga mana kelgandan keyin 5 kun unga imkoniyat beryapmiz. U sekin-sekin shu muhitga kirib borish kerak. Birinchidan kelgan ayollarimiz ayni holatda depressiyada bo'lishi mumkin. Yoki juda prям katta stressda bo'lishi mumkin. Shu holatda sekin-sekin shu 5 kun ichida ayol o'ziga kelishiga, qolaversa qayoqqa kelib tushgani va keyingi uni qadamlari nimadan iborat bo'ladi. Mana shu 5 kun ichida ayrim ayollarga bir oy ham kam bo'ladi. Juda chuqur depressiyada kirgan ayolni olib chiqib ketishga bunga juda katta jarayon, bunga juda katta kuch sarflanadi. Lekin kelaylik mana shu 5 kun to'g'risida bo'layotgan vaqt miqdorida qilayotgan ishimizning maqsadi nimadan iborat? Qaysidir ayollar o'zini ishlaydigan joyi bor, u o'qigan, oliy ma'lumotli yoki o'rta maxsus, ya'ni bu bitta joyini egallab bugungi kunda jamiyatda o'zini o'rnini egallagan. Lekin afsuski ko'pgina holatda jabrlangan ayollarni mutaxassisligi yo'qligi va o'zini iqtisodiy muammolarni hal qila olmaydigan ayollar keladi. Mana har bittasi bilan alohida ishlanganda mana uni muammosi kelib chiqadi. Ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan ayol aniqlanadi. Shu bilan bir qatorida agar bu huquqiy bilimlari juda ham kam bo'lganligi sababli u qanaqa o'zini himoya qilish va qolaversa bolalarni qanaqa himoya qilish degan savollar unga juda katta muammo bo'lib yechimi yo'qdek ko'rinadi. Keyin bu ayol bilan huquqshunos ishlab, unga tushuntirgandan keyin qolaversa nafaqat tushuntirib yordam berishni boshlagan. Mana bu arizani shakllantiramiz, mana bu yerga murojaat qilamiz. Aniq agar gapiradigan bo'lsak, ayollarimiz urush janjal paytida shu agressor tomonidan bu turmush o'rtog'i bo'ladimi, qaynona bo'ladimi, kelin bo'ladimi, qayni singil bo'ladimi, hokazo bu yerda keng ota-ona bo'lishi mumkin, farzand chiqarib yuborilgandan keyin bu ayol o'sha uyga egalikka haq-huquqi bor, lekin u shuni ham bilmaydi. Demak, shuni boshqatdan o'sha uyga olib kirish. Demak, bevosita unga tegishli bo'lgan o'sha yuridik muammolari hal qilinadi. Hammasini hal qilinadi. Mana endi qarang, mana shu yerda agar biz hamkorlik to'g'risida gapiradigan bo'lsak, mayli mana shu kelgan ayolimiz qaysidir joylarda tibbiy muolajalarga ehtiyoji bor. Demak, shu yerda bizda har bitta reabilitatsiya markazining yaqin hududda joylashgan oilaviy shifoxona bilan bizani bitimimiz bor, kelishuvimiz bor va biz shu birlashgan sog'liqni saqlash birlashgan tashkilotiga biz yo'naltiramiz. Nafaqat yo'q, biz olib boramiz, bizani ijtimoiy xodim o'sha yerga yo'naltirib olib boradi. Qaysi shu tibbiy xodimga uchrashib, unga savollari bo'lsa, shunga biriktiriladi. Bu tibbiyot sohasida. Endi ta'lim sohasida agar kelgan ayollarimizdan voyaga yetmagan farzandlari bo'lsa va shu farzandlari o'qish jarayoni to'xtamasligi uchun biz yana bir bor albatta shuni aytib o'tishim kerakki, xavfi bor.
chunki haqiqatdan ham deylik reabilitatsiya markazi darvozasidan nariga chiqish ehtimoli bor, zarurati bor va umuman olganda o'sha jabrlanuvchilarning xavfsizligini ta'minlash borasida aynan reabilitatsiya markazida qanday choralar ko'riladi himoya qilish uchun ayolni. Aytganimdek, yana qaytyapmanki, mana multidisiplinar guruh shuni aniqlaydi. Tashqariga chiqishga bu ayollar xavfi bormi yo'qmi? Ayrim holatlarda bo'ladi, ayrim holatlarda bo'lmaydi. Demak, xavfi bor bo'lgan ayollarga bizda har bitta reabilitatsiya markazi Milliy gvardiya bilan birga shartnoma tuzilgan va biz shularning himoyasi bilan birga faoliyat yurg'izamiz. Agar voyaga yetmagan farzandi maktabga borish kerak bo'lsa, ijtimoiy xodimlar albatta mashina, yengil mashinada shu farzandlar olib boriladi, olib kelinadi. Agar xavfi bo'lsa, xavfi bo'lmasa onalar o'zligi biz boshida olib boramiz, albatta biz hujjat bilan chiqamiz shu maktabga. Bu maktablar shu har bitta shelter deymiz, ya'ni yoki reabilitatsiya markazini hududini yonida joylashtirilgan maktab yoki bog'cha bo'ladi. Yaqinroq bo'lgan joyda. Va bu albatta shu himoyalangan bo'ladi. Demak, mana bu ham hamkorlik. Albatta. Agar Toshkent shahari tajribasidan hozir men to'xtalib o'tmoqchi edim. Biz faqatgina doimiy ishlab yurgan tashkilotlar bilan emas, sal kengroq qilish fikrga biz shunaqa fikrga keldikki, mana bugungi kunda juda ko'p so'zlanadiki, ayol kishi qachon zaif bo'lib qoladi. U o'zini iqtisodiy o'sha aytganimdek muammolarni hal qila olmaydigan bo'lib qoladi. Juda qaram bo'lib qolgan ayollar. Demak, nafaqatgina buni mana mono markazga yo'naltirish yoki ish bilan ta'minlash mas'ul bo'lgan tashkilotlarga xat jo'natish orqali emas. Bizning hozirgi fikrimiz boshqa tashkilotlar, ya'ni davlat tashkilotlari emas, bu xususiy tashkilotlar bilan biz hozir aloqalar o'rnatyapmiz. Shu tashkilotlar bilan hamkorlikda memorandum, ya'ni biz shu ishlash kelishuvini imzolanyapmiz deb bizani ayollarimizni shu tashkilotlarda oldin o'rganib, keyin shu tashkilotlarga ishchi sifatida kiritish. Bu keng, bu faqatgina shu nimagadir stereotip bo'lib qolgan tikish, pishirish, sal kengroq olishga harakat qilyapmiz va mana shu 2025-yildan boshlab shunga biz anchagina harakat ham qildik. Nima deb o'ylaysiz, Kamola? Nima uchun ayollar ko'pincha mana shu reabilitatsiya markazida qolishdan va mana shu holatdan chiqib ketishdan qo'rqishadi yoki bo'lmasam bosh tortishadi va ko'p holatlarda o'zlarini zo'ravonlik vaziyatda yashayotganini ham anglamaydigan holatlari ham bor ekan. Buni xususan o'sha boyagi ularni tafakkur xatolarimi, gender stereotiplarimi nima asos bo'ladi sizni fikringizcha? Va bu borada masalan xizmat taqdim etuvchilar nimalarga e'tibor bergani yaxshi? Va keyingi savolim birdan aytib o'tay, shu mana xavfsizligini ta'minlaymiz-ku zo'ravonlik jabrlanuvchilarni. Ya'ni konfidensiallik saqlanadi. Ularning ismi, turar joyi hammasi juda ham kuchli sir saqlanadi. Lekin biz bu muammo haqida ko'proq gapirishimiz kerak. Bu borada aynan media bizga juda katta yordam berishi kerak, chunki bu muammoni qancha ko'p yopsak, shuncha ko'p kuchayaveradi. Mana shu sir saqlash, konfidensiallik holati qanday ta'sir ko'rsatadi ommaviy axborot vositalari, deylik jurnalistlar yoki bo'lmasam shu media makonda faoliyat yurituvchilar shu jabrlanuvchini obrazini ko'rsatishga, umuman zo'ravonlik muammosini yoritishga qanday ta'sir ko'rsatadi va sizni fikringizcha nima qilish kerak bu borada? Rahmat savolingiz uchun. Birinchi savol bo'yicha aytadigan bo'lsam, endi o'zimni kuzatuvlarim bu bizda ayollarni, qizlarni jamiyatdagi roli, ijtimoiy rollari bolaligidan shakllanadi va o'z-o'zidan bizda ayollar oila, uy odami, oilani saqlash kerak bo'lgan, oilani o'sha sog'lom muhitda farzandlarni tarbiya qilish, qaynona qaynotani xizmatini qilish, erini xizmatini qilish kabi mana shu tushunchalar va g'oyalar bilan singdirilib normada, bu madaniy ijtimoiy norma darajasida aylanadi va natijada mana shu zo'ravonlik holati bo'lganda va bu
go'yoki zo'ravonlik emas, oilaviy mojaro deb qaralish holatlari juda ham ko'p bizda va bu oila siri bo'lishi kerak bo'lgan masalani go'yoki tashqariga olib chiqdi va u bunga mas'ul va aybdor. Jamiyat tomonidan, qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar, ya'ni atrof muhit qo'li bilan ko'rsatib, bu ayol oilani oilada, ya'ni muvaffaqiyatsizlikka uchradi. U oiladagi muammoni, mojaroni, ya'ni bu jinoyat deb qaralmaydi, bu huquqbuzarlik deb qaralmaydi, bu muammoni tashqariga olib chiqdi. Tashqariga olib chiqqandan tashqari qandaydir bir joyga borib o'sha yerda yashayapti. Bolalari bilan borib o'sha yerda go'yoki bir yomon bir ishlar bilan shug'ullanyapti degan mazmun o'sha ayblovlar, bosim bo'lgandan keyin ayollar o'z-o'zidan qo'rqadi bu narsadan. Mana shu siz ham bilsangiz kerak, mana bizda O'zbekistonda eng birinchi ochilgan shelterlardan, boshpanalardan bittasi o'sha Rahimdilik, Oydin-Nur shelterlari. Men xususan o'sha Oydin-Nurga borganimda qayerda joylashganligi, mahallani ichida kichkinagina bir eshik, u yerda ayollar yashayotganini ham bilmaysiz. Lekin o'sha mahallani ichida ham endi mana shu shelter ochilgan paytida juda ham qattiq ayblovlar bo'lgan ekanki, bu yerda yomon buzuq ayollar keladi, yomon buzuq ayollar yashaydi. Yaxshi ayol bo'lsa uydan ketmasdi. Chidash kerak, sabrdagi oltin oilada bo'ladi. Mana shunaqa norma, me'yorlar bilan singdirilgan, o'stirilgan avlod, o'sha ayollar va qizlar ko'pincha reabilitatsiya markazlarida o'sha 3 kunlik ko'makxonalardan tashqari keyingi reabilitatsiya, uzoq muddatli reabilitatsiyani olishdan bosh tortadi. Jamiyatdagi qarash aytadigan bo'lsam, bu uyat, qo'rquv va bizda endi oila kulti bor. Oilani saqlab qolish har qanaqa holatda va oilaviy zo'ravonlikni oilaviy mojaro deb qabul qilish, ya'ni bu o'tib ketadigan qandaydir bir vaqtinchalik bir muammo deb qaralishi. Va afsuski, bu faqatgina jamiyat tomonidan, qarindosh urug'lar, yaqinlar, umuman jamiyat, qo'shnilar tomonidan emas, balki hattoki ba'zida xizmat ko'rsatuvchilar, himoya qilish kerak bo'lganlar tomonidan ham singdirilishi bu juda ham xavfli holat. Sababi u yerdan chiqib yordamga kelgan paytda bu masalan ichki ishlar bo'lishi mumkin yoki boshqa tashkilotlar bo'lishi mumkin. Ularni o'zi ham shu aybni singdirishi. Nimaga qaynonani xizmatini yaxshi qilmagansiz? Qayta viktimlash bo'ladi. Erizni gap qaytargandirsiz, tilingiz orqali kalta yegandirsiz degan ayblashlar bo'lishi ham bu o'sha jabrlanuvchilarni orqaga qaytishga, muammoni hal qilishga va farzandlarini kelajagini o'ylagan holda go'yoki bu to'liq emas oila, ajrashadigan bo'lsam, ketadigan bo'lsam farzandlarimning kelajagiga ta'sir qiladi degan mana shunaqa qotib qolgan qarashlar mavjudligida deb o'ylayman. Ikkinchisi media masalasi. Media bizni og'riqli tarafimiz. Mediada mana yillar davomida media soha vakillari, shu jurnalist, blogerlar bilan ishlayman, ularga treninglar o'tkazaman va doimiy ravishda monitoring qilib boraman. Ya'ni mediada oiladagi zo'ravonlik, ayollarga nisbatan zo'ravonlik qanday ko'rsatilyapti? Bizda afsuski mediada mana hattoki mana internet, bizda hozir ko'pchilik internetga o'tgan, internetdan yangilikni oladi, to'g'rimi? Va katta auditoriyali internet sahifalarda ham, masalan, Kun.uz bo'lishi mumkin, UzNews bo'lishi mumkin va shunga o'xshash u yerda ham zo'ravonlik holati bo'lganda rus tilida aytadi krikabilniy sarlavhalar, baqiroq deydi, endi qanaqa to'g'ri, baqiroq e'tiborni tortadigan sarlavhalar bilan berishadi va o'sha ma'lumotni o'qiydigan bo'lsangiz, quruq ma'lumotni qayta ifodalash, ya'ni mana shu viloyatda, shu yerda er xotinini bolta bilan uribdi yoki u bo'g'ib o'ldiribdi yoki xotini bolalarini uribdi va hokazo. Va uni oxirida qandaydir redaksiyani, tahririyatni o'zidan, jurnalistni o'zidan mana shu zo'ravonlik holatini qoralash haqidagi hech qanday xabar yo'q, message yo'q. Ya'ni yetkazilmayapti auditoriyagaki, siz auditoriyani nima beryapsiz? Ma'lumot berish orqali nima qilmoqchisiz? Bu ma'lumot yoki ma'lumot uchun ma'lumotmi shunchaki? Ha, ya'ni bitta yangilik, o'sha qandaydir jinoyat, oilaviy zo'ravonlik
bir nechta o'sha yangiliklarda chiqadi va bir xil ma'lumot yetkaziladi. Lekin hech qayerda bu zo'ravonlik norma emasligi, zo'ravonlik uchun javobgarlik borligi, zo'ravonlikka toqatsiz muhit yaratilishi kerakligi, mana shu oqibatlar haqida qandaydir bir jurnalistik yondashuvni men ko'rmayman. Bu juda ham katta muammo. Ikkinchisi, doim zo'ravonlik deganda qo'lini bekitib turgan ayol pichoq bilan qandaydir qo'l yoki erkak qo'lini musht qilib, ya'ni faqatgina bitta kartina doimiy ravishda qaytariladi. U televideniyada bo'lsin, xoh internetda bo'lsin. Google'ga bersangiz ham shunaqa rasmlar shunaqa chiqadi, juda ham ko'p va intervyular ekspertlardan olinganda ham o'sha sarlavhalarni juda ham haligi buzilgan holatda berish ko'p. Men o'zimda ham bu narsa bo'lgan. Masalan, Qalampir.uz sayti o'sha endi 2023-yilda yangi qonun chiqqanda, oilaviy maishiy zo'ravonlik jinoyat deb e'tirof etilgan, belgilangan qonunni ommaga yetkazish uchun intervyuga borganimda 1 soat davomida qonun nima, qanday ishlash kerakligi haqida tushuncha berganman va u intervyuim chiqqanida sarlavha endi ayollarni tili chiqadimi degan sarlavha bilan chiqqan u qonun. Ya'ni u intervyu, ya'ni go'yoki oilaviy maishiy zo'ravonlik jinoyat deb belgilangan qonun go'yoki salbiy qandaydir nima deydi, raskraska berib unga salbiy bo'yoqlarga bo'yab go'yoki tili chiqadi endi ayolni degan mazmunga olib kelish. Sarlavha, biz bilamiz hozirgi paytda hamma media sohasidagilar odamlarni e'tibor uchun kurashyapti. Chunki e'tiborni jalb qilish juda ham qiyin. E'tiborni jalb qilib ushlab qolish 2 barobar qiyin. Mana shunaqa yangiliklar chiqayotganda hamma sarlavhaga qaraydi. Kamdan kam detalga borib o'qiladi. Juda kamdan kam, agar soha mutaxassisi, qiziquvchilar bo'lmaydigan bo'lsa, sarlavha bilan manaqa scrolling qilib o'tib ketadi. Va bu sarlavha bilan o'z-o'zidan yana o'sha victim blaming, yana ayblash, yana zo'ravonlik, mana chidamadi boshqa va zo'ravonlikni faqat bitta turiga belgilab qo'yish, yo jinsiy yo jismoniy. Ruhiy zo'ravonlik, ruhiy tazyiqlar yoki iqtisodiy zo'ravonlik kabi holatlar haqida hech qanday deyarli ma'lumot bo'lmaydi. Keyin yana bitta masala bor, buni ham aytib ketmasam bo'lmaydi. Juda ham ko'p mana oxirgi paytlarda yangiliklarda biz shunaqa juda qo'rqinchli keyslarni ko'ryapmiz-da, zo'ravonlik holatlarini. Lekin bu borgan sari nimaga olib kelyapti? Mas'uliyat, bu nima deydi, balansni ushlash juda qiyin, lekin nimaga olib kelyapti? Normallashtirish. Odamdan o'zbek tilida aytganimizda ko'nikib beti qotib ketish deydi-ku, mana har kuni zo'ravonlik va qanchalik u zo'ravonlik holati vahshiy bo'lsin, shunchalik boshqa turlarga nisbatan bag'rikenglik paydo bo'lyapti. Masalan, ayol yillar davomida ruhiy tazyiq, ruhiy zo'ravonlik bosim ostida yashab kelgansa, urmabdi-ku, o'ldirmabdi-ku, buni haydamabdi-ku deb bu go'yoki bu zo'ravonlik turlari hech qanaqa og'ir oqibatga olib kelmaydigandek auditoriyani, odamlarni zo'ravonlikni yanada normal deb qabul qilishga olib kelyapti va bu yerda jurnalist, bloger, tahririyatlarni, yangilik chiqar, hammani mas'uliyati bor. Etika bilan bog'liq, ijtimoiy mas'uliyat bilan bog'liq. Siz auditoriyangizga qaysi ma'lumotni yetkazyapsiz? Qanday auditoriyani tarbiyalayapsiz? Shu fursatdan foydalanib, mana shu media soha vakillariga, tahririyat, jurnalist, blogerlarga bir xabarim, ya'ni murojaatim bor edi. Birinchi navbatda mana aytishadi, tanqid qildingizmi, demak taklifini ham bering. Qanday yoritish kerak degan savolni biz o'ylab ko'rishimiz kerak. Umuman ochiq dostupda juda ham ko'p ma'lumot bor, jurnalistlarga instruksiyalar bor, qanday zo'ravonlik holatlarini yoritish kerak. Lekin men sizga oddiy so'z bilan aytmoqchiman. Birinchi navbatda qandaydir zo'ravonlik, oiladagi zo'ravonlik, ayollar, qizlar, bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatini yoritayotgan bo'lsangiz, mana shu holatda bo'lgan boshqa odamlar ham bo'lishi mumkinligini esdan chiqarmaslik kerak va o'sha zo'ravonlik holatini o'qigan odam oxirida umidsiz qolib ketmasligi kerak. Ya'ni umidini qanday beriladi? Bepul psixologik yordam qayerdan olsa bo'ladi? Huquqiy maslahatlar qayerdan olsa bo'ladi? Reabilitatsiya markazlarini kontaktlarini berish va o'sha tahririyatni, o'sha boshqa bir o'sha yangilik nimasi bo'ladimi, internet nashrimi, tahririyatni o'zini munosabati, zo'ravonlikni qoralashi haqidagi chaqiriq, mana shunaqa narsalar albatta bo'lishi kerak. Bizda afsuski bu hali unaqa urfga kirmagan, ko'pchilik buni tushunmaydi, shunchaki tahlilsiz ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri yetkazishga asoslanib qolishgan.
holat media yoritiladi, soha- xolos. holat yoritiladi. Media soha vakillarini eng katta kuchi mana shu yerda. Ya'ni siz To'ppa-to'g'ri. zo'ravonlikka uchrayotgan bo'lsangiz, yo oxirida yo boshida berish kerak. Albatta. Biz tahririyat sifatida buni qoralaymiz, siz murojaat qilishingiz mumkin mana shu kontaktlarga. Mana shu birinchi qadam bo'ladi deb o'ylayman. Keyingi masalalar endi tok shou yoki boshqa ular alohida bir janr va qorong'i shakllar. janr shakl va muammoli joylar va aynan shu yangiliklar yoki shu holatlarni yorishda shu oddiygina juda ham oddiy bo'lgan qoidalarga amal qilsa, menimchalik juda ham katta foyda bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. Yana mana shu deylik jurnalistik etika haqida gapiradigan bo'lsak, shu konfidensiallikni qanday sir saqlash, qanday tartibi bor bu yerda, bu haqida savollar bor edi. Demak, o'sha adresni ko'rsatmash shu xususda emas, Ha, bu endi bu huquqiy nuqtai nazardan oladigan Aynan bo'lsak, huquqiy, ha. ha, bizda shaxsga doir Shaxsga doir ma'lumotlar ma'lumot. degan qonun bor va bu qonunni buzganlik uchun javobgarlik mavjud. Masalan, tahririyat o'sha media soha jurnalist bo'ladimi yoki u rahbariyati bo'ladimi, zo'ravonlik jabrlanuvchisi bilan intervyu o'tkazdi deylik, qandaydir uni shaxsiy ma'lumotlarni olgandan keyin o'z-o'zidan bu maxfiy ma'lumotga aylanadi, sir saqlanishi shart. Yuzi ko'rsatilmaslik, intervyu bo'lgan holatda ovozi o'zgartirilishi, uni yashash hududi, farzandlari, bular hammasi maksimal darajada anonim bo'lishi kerak. Chunki agar anonimlik bo'lmaydigan bo'lsa, hech qanday ishonch bo'lmaydi jabrlanuvchi tomonidan jurnalist yo blogerlarga birinchidan, ikkinchidan bu narsa juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ruhiy, jismoniy, boshqa turli jinoyat darajasigacha olib kelishi mumkin. Chunki uydagi masalan ko'chaga olib chiqdi, mediaga bordi degandek, shuning uchun bu ham buning uchun javobgarlik ham bor. Masalan, jinoiy va ma'muriy javobgarliklar bor. Buning uchun bu ma'lumotlarni shuning uchun maksimal darajada maxfiy saqlash kerak, konfidensiallik bo'lishi shart va ularni oshkor qilmaslik. Hattoki masalan jurnalistik material tayyorlayotganda jabrlanuvchi o'sha intervyularni bersa, o'sha umumiy holatni gapirib bersa va oxiri material tayyor bo'lganda agar jabrlanuvchi yo'q, men xohlamayman bu materialni chiqishini, men qo'rqyapman dedimi, demak buni to'xtatish kerak. Ya'ni yo'q, bu meni materialim, men chiqaraman, siz bilmaysiz deb uni qayta bunga undashi kerak emas. U demak bu xohlamayaptimi, uni hurmat qilish kerak. Bu xohishini va uni xavfsizligi eng birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Shuning uchun bu jurnalistlarga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Albatta. Siz qo'shimcha qilmoqchi edingiz? Demak, men shuni hozir aytmoqchi edimki, agar nima o'zgarishlar bo'ldi reabilitatsiya markazining faoliyatida jabrlangan bilan ishlash muddati bo'yicha, agar oldin jabrlangan ayollar 1 oy muddati reabilitatsiya markazida vaqtincha boshpanada yashagan bo'lsa, hozir mana tuzilayotgan yakka tartibdagi dasturda ko'riladi. 1 oy kamlik qilgan bo'lsa 3 oyga cho'zdiriladi. 3 oy kamlik qilgan bo'lsa biz 6 oyga muddatini o'zgartirib olamiz, cho'zdirib olamiz. Maqsad ayol kishi bir yillar davomida zo'ravonlikka duchor bo'lgan ayol 1 oy, 2 oyda tuzalib ketishi bu nereal. 6 oy ham bu kamlik qiladi. Lekin shuni orasida uni shu hayotga qaytarish, uni dadil qadam qilish va o'ziga ishonchini boshqatdan uyg'otib singdirish. Yana mana bitta narsada men to'xtalib o'tmoqchi, bu monitoring. Mana ayoli bizda yashab ketdi. Demak, qanaqadir ko'nikmalar oldi, unga yordam berildi deylik. Keyingi monitoringlar telefon bilan yoki uni uyiga borish bilan bog'liq edi. Hozir mana biz Toshkent shahrida yangi anaqa chiqardik. Qoida desak ham bo'ladi. Chiqib ketgan ayollarni biz bayramlarga farzandlari bilan, voyaga yetmagan farzandlari bilan chaqirib olamiz. Mana yangi yil bayramida chaqirdik. Ixtiyoriy biz taklif etamiz. Hamma kelyapti, Veneraxon, hamma kelyapti. Mana O'zbekiston davlati tomonidan belgilangan bayramlariga yil davomida biz shuni o'zimizga ham belgilab qo'ydikki, bizda vaqtincha boshpanada yashab ketgan ayollar va ularning voyaga yetmagan farzandlari, qizlarimiz bor. Ularni biz chaqiramiz. Va bu ham o'ziga yarasha monitoring. Ya'ni u kelishi, shu yerda o'zini boshqa shu yerda yashayotgan ayollarga tarixini aytib berishi, nima bo'ldi, nimaga erishdi, hokazo. Ular haligi nima deydi, tizim yaratilgan zo'ravonlikka javoban choralar ko'radigan
tizim 175-qaror haqida gapirdingiz, 354 boyagi reglament deb sanaladigan asosiy hujjat va ayollarning bulardan foydalanmasligi o'zini zo'ravonlik holatida ekanligini anglashi uchun ham ommaviy axborot vositalari to'g'ri ma'lumot yetkazishi kerak. Chunki mana reabilitatsiya markazi xodimlari ham, umuman ijtimoiy himoya agentligi ijtimoiy xodimlari ham vaqti bemahal o'sha xonadonlarga kirganda, ayollar bilan gaplashganda bu zo'ravonlik holati ekanligini ularga ba'zida tushuntirishlari ham kerak bo'ladi. O'shaning uchun media bilan ishlash albatta va reabilitatsiya markazi ham mana shu deylik keyslarni qanday yoritish kerakki, shu ayol ertaga ishonsin, davlatda bor ekan meni himoya qiladigan va men deylik murojaat qilsam albatta shu yordamni olaman, hech kim meni ayblamaydi degan tushuncha hosil bo'lishi o'sha xodimlarga ham bog'liqda. Meni kuzatuvlarim bo'yicha ijtimoiy xodimlarda xos kasbiy kuyish juda kuchli bo'lyapti. Chunki bunaqa og'ir holatlarni ular ko'rib, eshitgandan keyin ham juda ham kuchli deylik psixologik jarohat olishadi ma'lum darajada. Aytingchi, masalan, reabilitatsiya markazida bu masalaga e'tibor qaratiladimi? Deylik, shu xodimlarni ham psixologik ruhiy holatini barqarorlashtirish bo'yicha, kasbiy kuyishni oldini olish bo'yicha ish olib borilsa kerak. Olib boriladi va olib borilishi kerak. Juda to'g'ri aytyapsiz, chunki mana juda qiyin keyslar bo'ladi. Keyin mana men Komilxon bilan qo'shilaman, haqiqatan ham faqatgina zo'ravonligi bu urdi yoki o'sha jismoniy holat emas. Bugungi kunda biz shuni kuzatyapmizki, sizlarda statistika bor-ku, masalan, ruhiy zo'ravonlikdan. Keling, men Toshkent shahri bo'yicha ham to'xtaladigan bo'lsam, Toshkent shahrida bugungi kunda asosiy qismi reabilitatsiya markaziga kelib joylashadigan ayollar bu ruhiy zo'ravonlikka duchor bo'lgan ayollarimiz. Ya'ni bu shu men buni plus qaysi tomonni plus deb bilaman. Oldin o'sha aytganingizdek ruhiy zo'ravonlikka e'tibor berilmas edi. Lekin hozir ruhiy zo'ravonlik ayollar shunga duchor bo'lgan ayollar ham kelayotganlik demak, hozir shu biz bilan hamkorlikda ommaviy axborot vositalari ham yaxshi ishlayotganligi va ayollar o'zini haq-huquqini talab qilishni o'rganishdi. Bu plus deyman, hisoblayman, lekin anglayapti zo'ravonlik ekanligini. Albatta, zo'ravonlik ekan. Mana men bilan shunaqa muomalada bo'ldi. Bizda kalta yemasdan kelib joylashgan ayollarimiz ham bor, lekin u o'sha his qilyapti meni, bu inson o'sha yillar davomida menga ruhiy bosim o'tkazib keldi deb. Endi agar xodimlarni shu kasbiy kuyish to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu albatta bor narsa. Kunlar davomida endi bizda mana 9 dan 6 gacha ish vaqtimiz bo'lgani bilan bitta ham xodim shu vaqtgacha mana o'tirmaydi. Nimagaki biz tirik insonlar bilan ishlaymiz. Reabilitatsiya markazida shu 24 soat ishlashi bu endi biz uchun qonunday bo'lib qoldi. Va albatta ijtimoiy xodim deymiz hamma, psixologimiz deymiz hamma, ularga ham yordam kerak bo'ladigan vaqtda biz treninglar o'tkazasizlar. Albatta, men shuni aytib o'tmoqchi edim. Mana respublika reabilitatsiya markazi tomonidan har bitta hududda shu xodimlarini yig'ib yilda 4 marotalab seminar treninglar o'tkazilishi bu уже amaliyotga kirdi. Mana o'tgan yilida bizda 3 ta bo'ldi. Mana yil boshida yana birinchi seminar trening yanvar oylarida bo'lib o'tdi. Shu yerda juda kuchli mutaxassislar jalb qilinib, shu yerdan qanaqa chiqib ketish, shu odam o'zi ham depressiya holatiga kirmasligi uchun yoki o'sha kasbiy kuch bo'lganda ishlash xohishi bo'lmaganligi yoki shu hatto jabrlanish holatini oddiy holatda qabul qilmasligi uchun ham shu seminar treninglar o'tkazilishi va qolaversa men o'ylaymanki har bitta tashkilot o'zini ichki shunaqa sharoitlarni tashkil qilish kerakki, xodimlar bilan bir-biri bilan uzviy bog'liqlik bo'lish kerak va oqibat mustahkamlash kerak. Bu albatta, bu faqatgina albatta, bu faqatgina mana ishga kelib bu meni ishim qilib shunda biz cheklanadigan bo'lsak ish ketmaydi. Biz har bitta mana keladigan ayolga ham ayollar har bitta ayol bilan har xil individual gaplashamiz va xodimlarimizni konfidensial to'g'risida juda zo'r gapirdingiz. Endi biz ichki sharoitda baribir bir-birimiz bilan xodimlar bilan fikr almashuv, bu psixolog qanaqa ko'ryapti bu holatni, yurist qanaqa ko'ryapti bu holatni, ijtimoiy xodim qanaqa ko'ryapti deganda xodimlar bu yakki o'zi ish tutayotganligi emas, ya'ni kollektiv, o'sha multidistsiplinar
guruhda hamkorlikda faoliyat olib borayotganligi ham bu xodimlarga anaqa beradi, bir kuch beradi va ishonch, men bitta o'zim emasman bu sohada degan. Rahmat kattakon. O'zi aslida bugungi yig'ilishimiz biz mana juda ko'p mavzularni oz-ozdan tegib o'tdik. Eng asosiysi sizga kattakon rahmat. Batafsil qadamma-qadam gender zo'ravonlikdan yoki tazyiq zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlar qayerga murojaat qilishi mumkin, murojaat qilgandan keyin qanday bosqichlardan o'tadi va qanday xizmatlar olishi mumkin va hattoki o'sha reabilitatsiya markazida chuqurlashtirilgan reabilitatsiya dasturi o'tilganda qaysi jihatlarga e'tibor beriladi xavfsizlik nuqtai nazaridan, uni keyin yashab ketish motivatsiyasi nuqtai nazaridan juda ham batafsil ma'lumot berdingiz. Kattakon rahmat va albatta mana Kamolaxon aytganlaridek o'sha ayollar murojaat qilib o'zini shu holatdan chiqarishi, chunki bilamiz zo'ravonlikning oqibatlari kamida 3 avlodga ta'sir qiladi, ularning farzandlari. Shuning uchun jamoatchilik fikri qanday shakllanishi kerak, bu borada ommaviy axborot vositalarining roli qanday va ko'proq o'sha kasbiy etika, professionallik va zo'ravonlikka murosasiz munosabatni shakllantirish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak ekanligi, ya'ni bir-birimizga ta'siri bor-da, deylik reabilitatsiya markazining faoliyati va ayollarning ishonchi davlat xizmatlariga shunday va himoyasiga va medianing rollari haqida juda ham batafsil savollarga javob berdingiz. Albatta bu juda chuqur va uzoq so'zlashadigan mavzu, lekin bizning vaqtimiz chegaralangan. Shuning uchun rahmat kattakon. O'ylaymanki bizni tomosha qilayotgan va eshitayotgan muxlislarimizda juda ko'p savollar tug'iladi, fikr mulohazalar. Ushbu podkastimiz ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingandan keyin albatta shu savol, javob, mulohazalar va keyingi demak podkastlar qaysi mavzularda bo'lishi, shu yo'nalishda, shu kontekstda yozishingiz mumkin, murojaat qilishingiz mumkin.